Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan kanal tarixi bilan yangi kanal ochib o'rganamiz. Bo'lmasa biz bitta oddiy akkaunt ochib olamiz va biz Void продолжить без akkaunt bilan o'samiz. Okay deb nom qo'yib olamiz. Bitta ismlarimizni yozamiz, ranglar tanlaymiz. Xullas oddiy shu ruh Gmail ochib olamiz. Incognito deydimi shunaqa. Keyin ochganimizdan keyin Browser VPN degani bor. O'sha VPNni biz yuklab olishimiz kerak. Qidiramiz. Bizda shunaqa yangi Gmail bo'lgani uchun odamligimizni isbotlashimiz kerak bo'ladi va bizga berilgan topshiriqni qilib olamiz va bo'ldi. Birinchi chiqqan saytga kiramiz va browser установитni yozamiz. Kompyuterimizga o'rnatib olamiz shu Gmailga. O'rnagandan keyin biz keyingi qadamimizni boshlaymiz. Bizda o'rnatildi. Endi biz yangi Gmail ochamiz. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, birinchi ustiga yozsak, mana ko'ryapsizlarmi? Запретить qilamiz va принять yozamiz. Выключить VPN Fransiyani belgilab qo'yamiz. Mana ko'rishlar mumkin. Xo'p, endi biz keyingi ishimizni qilamiz. Yangi oynaga o'tamiz. Xo'p, yangi oynaga o'tib sign in qilamiz. Ya'ni yangi akkaunt ochib olamiz. Va bu yoqdan biz yangi ismimizni tanlab olamiz Gmail uchun. Ya'ni yangi Gmail yaratib olamiz. Xo'p, bitta Gmail o'zimizga yaratib olaman. Hop, qaysi? Hop, mana yaratib oldim. Enter deymiz va bu yoqqa o'zimizning tug'ilgan sanalarimizni kiritib olamiz. U yerda men 2 oktyabr 1980-yil tanlayman. Bu farqi yo'q. 18 yoshda katta qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqdan belgilaysizlar. Hop, birinchisini va dalayni qilasizlar. Bu yoqdan mana isminglarga mos Gmail yaratib berishadi o'zlari Google'da yoki o'zlaringlar yaratib olsanglar bo'ladi. Men birinchisini tanlayman va dalayni bosaman. Dalayni bosamiz. Ko'rishlar mumkin va bu yoqdan parolni kirgizib olasizlar. Parolni men masalan 033 1262 HP minus qilaman. Va yana bu yoqdan parolni takrorlab qo'yasizlar va yana dalay tugmasini bosasizlar. Akkauntimiz tayyor do'stlar. Va biz enterni bosamiz, dalayni va bu yoqda bir ikki narsalar so'raydi. Men qilgandek qilib qilaverasiz. Ikkinchisini tanlaysizlar. Hop, bu yerda nima deyapti? Birinchisini tanlaysizlar. Hop, bir tanlaymiz. Ko'rishlar mumkin. Dalayni bosamiz. Va bu yoqdan ham birni tanlaysizlar va dalayni bosasizlar. Va bu yoqdan yana bir tanlaysizlar, ya'ni dalayni yozasizlar, shunday qilib olasizlar va yana dalayni yozasizlar. Enterni bossanglar o'zi o'tib ketadi. Ptichka belgilaysizlar. Hop, va bu yoqdan pastroqqa tushirasizlar mana. Hamma narsa ptichka bo'ldi. Pastroqqa tushirsalar, подтвердить degan narsa bor. O'shani qilib qo'yasizlar. Mana, hop, ko'rishinglar mumkin. O'sha akkauntimiz ochildi. Yana bitta bosasizlar. Shu bilan bizning akkauntimiz ochiladi. Hop, biz oddiy tvarchki studiyaga kiramiz, VPN holatda va o'zimizga kanalni yaratib olamiz. Bitta rasm tanlaysizlar, nom qo'yasizlar va haligi shift 2 sabachka bilan yoziladigan nomni tanlab olasiz. O'zimga yaxshi nom tanlab olay. Chunki bu kerak. YouTube bo'lmasa ham kanallarda yaratmaydi. Keyin sirazi mana bu nomer tasdiqlagan joyga kirib ketasizlar. Xohlasizlar nastroyka qilib olinglar, lekin maslahatim sirazi kirib nomer tasdiqlanglar. Mana 3-bo'limga o'tamiz, kanal bo'limida. Va bu yoqdan o'zimizning nomerimizni tasdiqlab olamiz. Подтвердить nomerga bosamiz va bizni yangi oynaga olib o'tadi. VPN ishlatayotganimiz tufayli internetimiz sekinroq ishlaydi. Bunga nima deydi, muammo qilmasdan qilasizlar, ishlatasizlar. Bu yoqdan bizda kod bor, nomer bor, kiritib telefon nomerimizni tasdiqlab olamiz va bitta obnovlение beramiz. Berganimizdan so'ng bizga telefon nomeri tasdiqlanadi va 3-bo'limdan shunaqa narsa ochiladi. Mana shu nuqtani tugmani ustiga bosamiz va biz telefon kamerasidan belgilaymiz. Ya'ni birinchisidan dalayni bosamiz va подтвердить личностni qilamiz. Bu yerda telefonimizning skaneri bor. Telefonimizni skanerlaymiz. Telefonimizga o'tib olib biz VPNni Secure VPN deganni yoqib olamiz va buni ham davlatini IP'sini Fransiyaga o'tkazib qo'yamiz. O'rtacha turibdi ekan. O'zbekistonda cho'ta Fransiya yaxshi ishlamaydi. O'chirib yoqib 1-2 VPNni kirib chiqsanglar yaxshi ishlab ketadi. Yoqdik, endi biz telefonimizga Gmailni kiritib olamiz. Oddiy Gmail kiritasizlar, parol kiritasizlar va chiqadi. Keyin biz Google'ga o'tamiz va Google'dan skaner qilganimizdan keyin link kelib chiqqanda o'tamiz va u yerdan bizga oyna ochiladi va biz
akkauntlarimizdan birini tanlaymiz. O'sha shakilga ochmoqchi bo'lgan akkauntimizni tanlab olamiz va bizga yangi oyna ochiladi. Va bu yerdan pastga tushiramiz, ptichkani qo'yamiz va принимаю ezamiz. Keyin bizga mana oyna olib kelib chiqadi. Daleni ezamiz va bizga qanday qilish kerakligini o'zi ko'rsatib, kamerangizda, telefoningizda ko'rsatib yuboradi. Chapga qaraysiz, o'ngga qaraysiz, tepaga, pastga qaraysiz. Va shunday qilib, o'zingiz kanal tarixingizni yoqib olsangiz bo'ladi. Bizda tayyor bo'ldi. Keyin biz yana kanal tarixini kanal bo'limiga o'tamiz. Shunda kanal tarixi yongan bo'lishi kerak. Qani ko'ramiz. VPN orqali ishlatayotganimizga sekinroq ishlaydi. Shunga xavotir olmaymiz va kutamiz. Va bu yerda bizda kanal tarixi yongan bo'ladi. Kanal bo'limiga o'tsak, bizda 10 daqiqa ichida yonadi oddiy holatda. Keyin kanalinglarni bemalol kanal tarixi yongan holatda ishlatib yurishingiz bo'ladi. Bu juda foydali va samarali usul bo'ldi deb o'ylayman.